O'rtoqlar, navbatdagi drabilkamizni o'zimizni mahalla, qo'shni mahalladan Faridjon akamizni xonadoniga olib keldik. Siz shuncha hashak akamiz mana isrof qilib tashlayaptilar. Mana qo'ylar yemayapti. Nasib bo'lsa mana drabilkamizni olib keldik. Endi umuman mana shunday adhot chiqmaydi. Makkaga bug'doy aralashtirib drabilkaga chiqargandik. Mana juda ajoyib qo'ylarga, mollarga yorma holatida chiqarib berdi. Setka mana mayda setkasi. Donamizni chiqardik, menga ma'qul zo'r. Endi yemishlarimizni chiqarsak, natijasini ko'ramiz. Buni video davomida ko'rib borasizlar. Vidamizda ham hozir sitkasini qo'ymagan holda o'zidagi sitkasi bilan chiqardi. Dahshat gap bu. Vidaga hozir buni qo'yardi, shuga berganda vidani butunlay nishqib chiqaryapti. Hozir mana shu holatida qo'ylarga berib ko'rsatamiz. Qo'ylar mazza qilib yeyapti. Mana mayda sitkani qo'yib chiqargan holati bu. Mana bu makkamizni biz molga berganda yarmidan ko'pi nishqqa chiqib ketyapti-da. Pishgan poya silosi. Hozir mana tagida bara poya bu pishgan poyaning silosi juda ajoyib, menga ma'qul bo'ldi. Dragon drabilkasiga gap yo'q. Ammo chorvadorlarga tavsiya qilamiz. Obunachilarga hammasiga omad. Mana shu drabilkadan olinglar va chorvaga yemishni chiqarib yuringlar. Malades. Yasab bergan ustalarni qo'llarida turmasin. Yer rahmat. Chorvangizga baraka sizga. Rahmat sizlarga, sog' bo'lib, ishlaringizga omadini bersin. Xudo xohlasa bu yerga Dragon drabilkalar. Katta rahmat.